Bir kuni Shoh Abbos Mirzo Ahmad va Shayx Bahrom ismli ikki vaziri bilan ovga chiqibdi. Shunda Shayx Bahromning oti boshqa otlardan yaxshiroq bo'lgani uchun tezroq chopib ketibdi. Shu payt shoh boshqa vazirini sinab ko'rishga qaror qilibdi va Mirzo Ahmadga aytibdiki: "Qara, ko'ryapsanmi? Shayx Bahrom bizni mensimaydi, o'zini bizdan ustun biladi. Shu sababli ham bizdan oldinga chopib ketdi", debdi. Shunda Mirzo Ahmad debdiki: "Ey shohim, Shayx Bahrom mingan ot o'z ustida qanday buyuk olimni ko'tarib ketayotganini bilgani uchun quvonchdan tez chopyapti." Shunda shoh oldidagi vazirini ham sinab ko'rish uchun Shayx Bahromning oldiga chopib ketdi va unga dediki: "Ko'ryapsanmi, Mirzo Ahmad biz bilan yonma-yon yurishni xohlamaydi. Buni o'ziga or biladi. Shu sabab ham u o'zini bir chetga olib bizdan orqada ketyapti." Shunda Shayx Bahrom shohga shunday javob berdi: "Ey shohim, u mingan ot ustida qanday buyuk olimni olib ketayotganini biladi. Uning ustidagi olimning donoligi, aqli, zakovati otga og'irlik qilgani uchun ham u bizning otlardan sekinroq yurib ketyapti", deb javob berdi.